Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli o'quvchilar, salomatmisizlar? Sizlar bilan bugun Miftahul Arabiyya A1 o'qish va yozish 6-bo'lim 1-dars haqida gaplashamiz. Al-wahdatus sadisa adatu g'izaiya, ya'ni taomlanish odatlari. Muhtaviyatud dars, darsimiz o'z ichiga olgan al-qiroa o'qish qismida anshitatun yawmiyatun fi Ramazon, Ramazondagi kunlik faollik. Al-qawaid, qoida qismida esa zarf zaman qabla ba'da, ya'ni qabla va ba'da zarf zamonlari. Al-musanna, ikkilik. Al-kitaba, yozish qismida adatur robita, ya'ni bog'lovchi vosita. Thumma kabi i'adatu tartibi jumal nassin basita, oddiy matn jumlasini oddiy matn jumlasini qayta tartibga solish bo'ladi. Va fiqratun anin nashatil yawmi, kunlik faoliyat haqida fikr. At-tanvin, bu bilamiz, o'sha tanvin bo'ladi. Hop, darsimizga kirishamiz. Ad-darsul avval al-maidatur ramadoniyya, Ramazon dasturxoni. Avvalan al-mufradat, birliklarga to'xtalamiz. Sawmun, ro'za. Iftorun, iftor. Sahurun, sahar. Asnafun, turlar, navlar. Maidatun, dasturxon. Salatatu xudro, ko'katli salat. Mashrubat, ichimliklar. Halvayat, shirinliklar. Fakihatun, meva. Mahashi, bu o'zi sabzavotli taom degani, ya'ni bizdagi do'lmaga to'g'ri keladi bu. Kubabun, kabob. Haddara yuhaddiru tahdir, hozirladi. Tanawala yatanavalu tanavulun, taomlandi, tanovul qildi. Ijtama'a yajtami'u ijtami'a, jamlandi. Thaniyan al-as'ilatu tamhidiyya, boshlang'ich savollar. Mat taomul xos bi shahri Ramazon fi baladik, shahringdagi Ramazon oyidagi xos taom nima? Mashrabul xos bi shahri Ramazon fi baladik, shahringdagi Ramazon oyidagi xos ichimlik nima? Mal halvayatul mashhura fi shahri Ramazon fi baladik, shahringdagi Ramazon oyidagi mashhur shirinlik nima? Bunga og'zaki ravishda javob berib qo'yasizlar. Hop, thaniyan istami' va aqra, uchinchisi eshiting va o'qing. Doimgidek sizlar eshitasizlar, biz tarjima qilamiz. Boshladik. Shahru Ramazon shahrun mubarakun 'indal muslimin, Ramazon oyi musulmonlardagi muborak oydir. Tajtami'u al-ailatul kabira fi shahri Ramazon 'adatan hawla al-ma'idatil iftar, odatda Ramazon oyida katta oila iftor dasturxoni atrofida jamlanadi, to'planadi. Tuhaddiru rabbatu manzil ta'am al-iftar qabla adhan al-maghrib, uy bekasi shom namoz azonidan oldin iftor taomini tayyorlaydi. Yu'adhdhinu al-mu'adhdhinu fatabda'u al-ailatu ta'ama 'adatan bil basmalati wa akli habatin min at-tamri thumma du'a al-iftar, ya'ni muazzin azon aytadi va oila taomni boshlaydi. Adatan, odatda, nima bilan? Bil basmala bilan, ya'ni bismillah bilan va xurmodan bir bo'lak yeyishlik bilan. Habbatin degani bu bir bo'lak, ya'ni akli yeyishlik. Habbatin minat tamri, xurmodan bir bo'lak yeyishlik bilan. Thumma du'a al-iftar, so'ngra iftor duosi. Fi shahri Ramazon yatanawalul muslimuna wajbatayni, Ramazon oyida musulmonlar 2 marta taomlanishadi. Huma wajbatul iftor va suhur, va u iftor va saharlik taomi. Tahtawi ma'idatul iftor asnafan kathiratan min al-at'ima wal mashhurubati wal halwayati wal fawakih, ya'ni iftor dasturxoni taomlardan, ichimliklardan, shirinliklardan va mevalardan ko'p turlarini o'z ichiga oladi. Fanushahidu ala al-ma'idati ad-dajaj al-mashwiya wal mahashi wal kubab wal hasa wa salatatul xudori. Hop, ko'ramizki dasturxon ustida pishirilgan tovuq, mahashi, o'sha do'lma va kabob, sho'rva va ko'katli sabzavotni. Kal fattush va tabula, bu nom ekan o'sha salatda. Fattush va tabula salat ekan.
ومن المشروبات التمر الهندي وعرق السوس وقمر الدين. Va ichimliklardan bo'lsa mana bu nomdagilar ekan. Bular atama bo'lganligi uchun tarjima uncha berilmaydi. Bu o'sha ichimlik nomi ekan arablardagi. بعد انتهاء الإفطار يصلي أفراد العائلة صلاة المغرب عادة. Iftor tugaganidan keyin odatda oila a'zolari shom namozini o'qishadi. Thumma yartahuna qalilan. So'ngra ozgina dam olishadi. Fa yashrabuna shaya va ba'd al-halawayat al-ramadaniyya. Choy ichishadi va ba'zi Ramazon shirinliklarini yeyishadi. Kal baqlavat va ka'ki tamrul ma'ruk wal qatayif ash-shahiyata bil jawzi aw al-qishtati. Masalan, baqlava deyilganda o'sha bizdagi paxlava va ma'ruk deyilgan xurmoli yumshoq kulcha ekan buni ma'nosi. Xurmoli yumshoq kulcha yeyishadi. Va mashhur qatoyif degan bu o'sha shirinlik bil jawzi avil qishto, yong'oq va qishto, qaymoq degani bu. Yong'oq va qaymoqli. Hop, ba'da al-istirahati, damdan so'ng va shurbi shaya, choydan so'ng, choy ichgandan so'ng, yadhhabu ar-rijalu wan-nisa'u ila al-jami'. Ayollar va erkaklar masjidga borishadi. Faysalluna tarawiha va yaqrauna al-Qur'ana al-Karim. Tarovih namozini o'qishadi va Qur'oni Karimni o'qishadi. Ba'da salati tarovih yarji'u an-nasu ila buyutihim aw yasharuna 'inda al-aqarib aw fil maqahi ila vaqti as-suhur. Ya'ni tarovih namozidan so'ng insonlar uylariga qaytishadi yoki yaqinlari huzurida yoki qahvaxonada sahar paytiga qadar bedor bo'ladilar. Fa wajibatu as-suhur muhimmatun li sihhati as-sa'im. Ro'zador salomatligi uchun saharlik taomi muhimdir. Va hiya sunnatun va u sunnatdir. Faqad qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tasahharu fa inna fi as-suhur baraka. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek deyilyapti. Bedor bo'linglar, ya'ni saharlik qilinglar. Albatta saharlikda baraka bordir. Demak, xabarimiz shundan iborat ekan. Bu xabarni yaxshilab o'qib, lug'atlarini yodlab, mana bu pastdagi savollarga javob berib qo'yasizlar. Ajib anil as'ilati latiya. Quyidagi savollarga javob bering. Kam vajibatan tatanawal fi Ramazon? Ramazonda necha mahal taomlanamiz? Natanavalu ekan bu. Masmul vajibati fi Ramazon. Ramazondagi taomlarning ismi nima? Mata natanavalu vajibat. Taomlarni qachon yeymiz? Shu va shunga o'xshash savollarga yozib qo'yamiz. Bu yerda kitaba bo'limi ham bo'ladi, qiro hammasini bajarib qo'yasizlar. O'sha kitaba. Bundagi chiqqan yangi lug'atlarni o'sha Yusuf Akademiya Telegram kanalimizga joylab boramiz. Telegram kanalimizda bemalol lug'atlarni ko'rib, yodlab, bu yerda vazifalarni bajarsanglar bo'ladi inshaalloh. Insahli baratilatiya bi xatti jamilin. Va har doim oxirida keladigan mana bu bo'limimiz, ya'ni chiroyli xat bilan quyidagi iborani ko'chir. Insah ko'chir ma'nosida. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tasahharu fa inna fi suhur baraka. Saharlik qilinglar, albatta saharlikda baraka bordir. Yuqorida o'qidik buni. Darsimiz shundan iborat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.